Sizlarga tozalashni qanday qilaman tavsiya etaman. Panni tozalang. Men Absalof yana videoyimga ishlab chiqarishni boshlayapman. Reklama bu. Muammolar chiqibdi. Hozir mashinani tozalaymiz. Tezroq kir. Panni shunaqa bilan tozalaymiz. Biz tozalaymiz. Telefonni gangib qo'ygan bolalar. Shuncha paymet to'lgan uchun videomiz ham o'z to'xtab qolyapti. Ko'rdinglar? Birinchidan bu rasmlarni o'chirishga muvaffaqiyatim yo'q. Mayli. Hamma rasmlarimiz o'chib ketdi. Rasmni o'chirasizlar endi. Pannetni tozalaymiz biz. Tozalandi. Azizim rasmni o'chib ketma. Reklaman nima qo'yarkan? Obunachilar kommentariyada yozinglar. Reklaman nima qo'yadi? Iltimoslarni anaqalar yozinglar. Hech bo'lmasa obuna bo'lmagan bo'lsanglar. Bo'linglar ham kam. Yozinglar. Hey. Nima? Laptop oldu. Portalaşımız yok. Yok. Hop, mashalardan to'sal. Mana hammasini to'salish pannet to'lmaydi, bo'p qolsa. Obunachilarim. O'z pannet to'lmasdan oldin rosa ko'p o'yinlar ko'chirib olganman. Sizlarga ko'rsatdim. O'zim pannet to'lmadi deganda o'yinlarni ko'chirib olishlarga bir ikkita rasmlar o'chirib turib, endi kerakli rasmlar. Shuncha o'yinlar tezdan ko'chirib turib, shuni pannetlar tozalab olsanglar. Hozir pannet tozalayotganda shuncha narsani o'chiradigan narsalar. Hoy, obunachilar. Eğer burada pannet olsa şuna videoda to'xtatib paymet. Aklı varsa. Hayır.